Dünyada bizga nurg'un omonatlar yuklangan bo'lib, farzand Allohning omonatlari ichidagi eng muhimlaridan biridir. Aramizda farzand hasrati bilan yeniyotgan, farzandga zor bo'lib, ota-ona bo'lish orzusida puchulanayotgan va farzand imtihoni bilan sinalayotganlarmi bor. Demak, farzand borligi va yo'qligi bilan bizga o'xshashli imtihon va sinoqdir. Farzand insonning nasabini avloddan avlodga ulaydigan arg'amchiga o'xshaydi. Shundaqla bir musulmonning hayotini oxirlashtirib, bu dunyodan ketgandan keyinmi, uning orqasidan savobi uzilib qolmaydigan bir solih amalning bo'lishiga vasila bo'ladi. Insonga u bu dunyodan ketgandan keyinmi, birining duolari sababli uning jannatdagi martabasining yuqori bo'lishidan ortiq ne'mat bo'lmasi kerak. Shuningdek payg'ambarimiz muborak hadisida solih farzandlarni tarbiyalagan ota-onalarga xush bishorat berib mundaq deydi. Bir odam vafot bo'lsa, uning barliq amallari to'xtaydi. Ammo uning bu 3 xil amali uningdan mustasno. Birinchisi sadaqa joriya, ikkinchisi foydali ilm, uchinchisi u kishi haqida duo qilib turadigan solih farzand. Agar siz qiz farzand bilan ne'matlantirilgan baxtli ota-ona bo'lsangiz, sizga payg'ambarimiz xush bishorat berib mundaq deydi. Kimninki 3 qizi va yoki 3 hamshirasi bo'lsa, yoki 2 qizi yoki 2 hamshirasi bo'lsa, Allohga taqvodorlik qilib, ularning holidan yaxshi xabar olsa, u kishi jannatga kiradi. Agar siz hayot hamrohidan ayrilib, turmushning qiyinchiliklarida halsirab, bolalaringizga ham ota, ham ona bo'lib kelayotgan biri bo'lsangiz, sizga xush muborak bo'lsin. Allohning payg'ambari sizga ham jannat bilan bishorat bergan. Biz uchun buyuk ne'mat va hayotimizning ma'nosi ummat va millatning kelajagi sanalgan. Shundaqla biz ota-onalarning yana bir yuzimiz bo'lgan farzandlarni yaxshi tarbiyalash, biz ota-onalarning majburiyatimiz bo'lsa, farzandlarning haqqidir. Şunlaşqa ata-ona bo'lg'uchilar farzandlar bilanki munosabatda ularga ulgu bo'lishi, u omonatlarni topshirilgan holatda pok yetilishiga sharoit hozirlash kerak. Bir buvoq bu dunyoga ko'z ochganda oppoq bir qog'ozga o'xshaydi. Uningga nimalarni yozish va qandoq to'ldirish tamoman ota-onaning ilkida bo'ladi. Shunga ota-onalar farzand tarbiyasiga nihoyat ko'ngil bo'lishi va buni bola qo'rsoqdagi vaqtdan boshlash kerak. Hadisda payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: Har bir buvoq islom fitrati ustiga tug'iladi. Ota-onasi uni Yahudi qiladi, Majusi qiladi va yoki Xristian qiladi. Inson beshida talay mag'lubiyat va mushaqqatlar bo'ladi. Biz ularga chidashga majbur bo'lamiz. Ammo bardoshlik berish eng qiyin bo'ladigan, o'rnini asla to'liqliqli bo'lmaydigan bir mag'lubiyat bor. U bo'lsa-mu farzand tarbiyasida mag'lubiyatdir. Farzand tarbiyasida mag'lub bo'lish hayotimizdagi eng og'ir mag'lubiyatlarning biri bo'lib, agar siz farzand tarbiyasida mag'lub bo'lsangiz, bir umr topgan mol dunyoringiz, yuz obro'yingiz arzimas narsaga aylanib qolgan bo'ladi. Undaqda farzand tarbiyasi degan nima? Allah'ның amaneti ve kelgüsümüzün varislari bo'lgan farzandlarni jismoniy va ruhiy jihatdan sog'lom, aqida va e'tiqod jihatda to'g'ri, ota-onasi va jamiyatga foydali tarbiyalash, to'g'ri ong ideyaga ega qilish harakati farzand tarbiyalash deb ataladi. Bola beqish bilan bola tarbiyalashning o'tirisidagi farq dal mushu yerda. Bola beqish faqatla bolalarning jismoniy ahvoliga ko'ngil bo'lishini ko'rsatgan bo'lsa, bola tarbiyalash bolalarning jismoniy va ruhiy jihatdagi sog'lomligini kafolatga ega qilish uchun ilib berilgan barliq ishlarni ko'rsatadi. Ota-bobolarimiz bola tarbiyalashni po'lat tavlashga o'xshatgan. Undaqda hozirgidek bolaning taraqqiyotida ota-onaning ta'sirini azaytadigan to'salg'ular burunqidan ko'p bo'layotgan. Bolalar oila va ota-onasidan bakrak sirtqi muhitning ta'sirini qabul qilayotgan bugungi kunimizda bolalar tarbiyasida nimalarga diqqat qilishimiz kerak? Birinchi, musulmon bo'lish sifatimiz bilan bolalarimiz uchun ko'p duo qilish. Ota-onalarning bolalarga qilgan duosi ijobatli duolar qatoridan bo'lib, biz farzandimiz uchun nimani tilasak, Alloh uni cho'qim beradi. Shunga farzandlarimizning tarbiyasida har qanday isil tavsiya va yoki oltin qoidalardan burun biz tarbiyani farzandimizning asli yaratquchisi Allohga yolvorishdan boshlashimiz kerak. Alloh taolo Musa alayhisolamning onasi vafot topgandan keyin: "Ey Musa, diqqat qilgin. O'zing uchun ko'p duo qilib, o'zingni qo'g'dig'in" deganda Musa alayhisalom: "Ey Robbim, buningdan burun bundaq demagan eding" deb so'raydi. Alloh: "U vaqtda onang bor edi. Onang hayot vaqtida sana duo qiladi. Onangning duosi bilan seni qo'g'daydim. Buningdan keyin o'zingning duosiga tayanmasang bo'lmaydi" degan ekan. Ikkinchi, layoqatli ota-ona bo'lishning oldingi sharti bolalarni tushunish. Ota-onaning bolasiga ta'sir ko'rsatish uchun oldi bilan bolasini tushunishi, bolasining qiziqishi va ehtiyojlariga muvofiq holda qanday muomala qilishni yaxshi bilish kerak. Bolalarni tushunish deganda nurg'un ota-onalarning o'z oldiga o'xshash bo'lmagan bolalarni tushunish usuli bo'ladi. Garchi ba'zi ota-onalarning qo'llanayotgan usullari
o'z navbatida unum berayotgandek ko'rinsimi, ammo ma'lum vaqtdan keyin o'z rolini yo'qotib qo'ydi. Masalan, balam kichik vaqtda nihoyat yaxshi edi. Gap anglaydi. O'rganishimi bek yaxshi edi. Biroq biroz cho'ng bo'libla boshqacha bir odam bo'lib qoldi. Hozir gap qilsam anglamaydi. Bo'ladi, ma'qul deb qo'ydi, ammo kar bo'lmaydi. Oqshimi kunda og'inlar bilan teshig'i chiqib ketib, kashkish kirmaydi. Telefon qilsak olmaydi. Uy kelganda bo'lsa, o'rganish qilganini ko'rgil bo'lmaydi. Bekrak gap qilsak, shu kundan boshlab bizga domsib, gap qilmas bo'lib oldi. Bularga o'xshash nurg'unlagan shikoyatlar bo'ladi. Bularning hammasi bolalarni tushunmaslikdan kelib chiqqan masalalar bo'lib, ota-onalar bolalarni yaxshi tushunganda, ularga loyiqida muomala qilganda bundaq masalalarni to'g'ri usulda hal qila oladi. 3. Bolalarimiz bilan aramizda ishonch turg'izish. Biz hammadan burun o'z farzandlarimizning nazarida eng ishonchli odam bo'lishimiz kerak. Agar bundaq bo'lmaganda biz har qancha o'lima va yoki ziyoli kishi bo'lib ketgan taqdirdami, farzand tarbiyasida g'alaba qila olmaymiz. Samimiy bo'lish degan lavzida turish, rostchil bo'lish, deganlarini amalda ko'rsatish deganlik bo'lib, balalarga yolg'on so'zlamaslik va ularga bergan va'damizda turishni ko'rsatadi. Ota-ona bilan balalar o'tirisidagi ishonch ularni bir-biriga bog'lab turadigan asosli halqa hisoblanadi. Ishonch ko'paygan sari bizning o'tirimizdagi munosabat texmi kuchlanadi. U tuvallagan sari o'tirdagi munosabat ojizlab mangadi. 4. Balalarga yaxshi ulgu bo'lish. Balalar eng mahir taqlidchi. Ota-onalarning ish harakatlari ularga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Balalarga qanday muomala qilishni eg'izda emas, amaliyotda ko'rsatish eng unumli o'rganish usulidir. Oqshimi televizor ko'rayotgan bir dadaning balasiga o'rganish qil deyishi uning bek ta'sir qilmaydi. Ammo dada o'zi qo'liga bir kitob olib o'qishga boshlagan vaqtda, "Qani balam, sen o'rganish qil" desa, balasiga texmi kuchli ta'sir bo'ladi. 5. Balalarga hurmat bilan muomala qilish. Ota-onalar eng ko'p sodir qiladigan xatoliklarning biri bo'lsa, kichik bolalar bilan paranglashganda va yoki ular bilanki muomalalarda balalarga ahamiyat bermaslik, savol so'raganda astoydil javob bermaslik va yoki "Balam-g'o" debla balalarning ko'nglini ranjitadigan ishlardan saqlanmaslik, balalarga ishonmaslik, ularning cho'ng-kichik barliq ishlariga chepilish, balalarning o'zini yetildirishiga, ba'zi ishlarni mustaqil qila oladigan bo'lishiga fursat bermaslik qatorliq masalalar bor. Amaliyotda biz balalarga qancha hurmat bilan muomala qilsak, ularga xuddi cho'ng odamlarga so'z qilgandek so'z qilsak, bu ularning aqlliq bo'lishida, shundaqla tezroq yetilishida ham alohida muhim rol o'ynaydi. Suyimli payg'ambarimizning sadiqa xurmasini yegan navrisiga u gap qila olmaydigan bu vaqtida uningga shuncha adablik usulda uni kichik ko'rmasdan, gap tushunmaydi demasdan, astoydillik bilan payg'ambar avlodlariga sadiqa harom qilingan deb tushuncha berishi bo'lsa, farzandlar bilanki munosabatning mukammal o'rnakini eng go'zal shaklda ko'rsatib berdi. Ota-onalar balalarning oldiga qo'yilgan bir kitobdir. Shundaqla ota-ona balaning tunji ustozi. Balalar kishilik hayotda qanday yashashni bu kitobdan o'rganadi. Shuningdek, har bir ota-ona bo'lguchi bu kitobni yaxshi mazmunlar bilan to'ldirishi, odam bo'lishning yo'llarini balalarga to'g'ri usulda his qildira olish kerak. Oxirida ulug' Allohdan farzandlarimizga iymon, hidoyat va tavfiq ato qilishini, qisqagina hayotimizda bizni xursand qiladigan eng yaxshi amallarga muvaffaq qilishini, avlodlarimiz orqali bizga dunyo oxiratda shodlik bag'ishlashini so'raymiz.